Mana shu 25-yilda bizni Tazaba avul fuqarolar yig'inida 3 ta loyiha bo'yicha tashabbusli byudjetda xalqimiz o'zining og'zibirchiligi natijasida ana shu yo'llarni yutib oldi. Bu ana shu Amrabat yo'li hamda 7-maktabdan o'zimizda Imomjon ota qabristonigacha bo'lgan yo'llar hamda Qizilyarimoy aholi punktidagi yo'llar 6 kilometrdan ziyod birinchi loyiha bo'yicha tashabbusli byudjetning yutuq bo'lib chiqdi. Natijada yana ko'rib turganingizdek, yana hozir Amrabat yo'li bo'yidamiz. Ana shu yo'l 1,5 kilometr yo'l tashkil etadi. Ana shu burun ana shu yo'ldan keladigan bo'lsangiz, mashinalar ham, aholimiz ham juda qiynaladi. Shu tashabbusli byudjet natijasida xalqimizning yana shu yutug'i natijasida yana shu 1,5 kilometr yutib olib, hozir yana ko'rib ravon yo'llari. Xalqimizning kayfiyati ham juda zo'r. Hamma quvonchli. Muhtaram prezidentimiz o'zining chuqur minnatdorchiligini bildirib turdilar. 24-yilda Tazaba avul fuqarolar yig'inida tashabbusli byudjetda 2 ta loyiha 2 mavsumda 7 kilometrga yaqin yo'l yutib olindi. Hammasi to'liq asfalt qilindi. Hozirgi vaqtda Tazaba avul fuqarolar yig'ini asosiy yo'llar 100% asfalt bo'ldi. 38 da tungi yoritgich qo'yiladi. U smetada ko'rsatilgan. Keyin o'zimizning 7-maktabdan qabristongacha bo'lgan 53 ta tungi yoritgich qo'yiladi. Bu xuddi shaharcha tipidagi ko'chalar misolida butun kayfiyati zo'r, bolalar yurishi, qariyalarning yurishine to'liq imkoniyatlar yaratilib beradi. Kechasi ham kunduzgidek holat ro'y beradi. Qolaversa muhtaram prezidentimizning shu kungi olib borayotgan islohotlari natijasi deb bilamiz.